Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz erta sroklarda homilaning yuragi to'xtab qolishi haqida bo'ladi. Erta srokda homilamiz homila qobig'i va embrionchamizdan iborat bo'ladi. Shu embrionchamizda yuragimiz urib turibdi. Ko'p holatlarda erta sroklardagi homiladorlikning nobud bo'lishi homiladorlikning birinchi trimestriga, ya'ni 12-13 hafta vaqt oralig'iga to'g'ri keladi. Aynan shu davrlarda homilaning yurak urishi to'xtab qolishi quyidagi sabablarga asos bo'ladi. Birinchisi, homilaning irsiy kasalliklari hisoblanishi mumkin. Ikkinchisi, homilador ayolda kuzatilayotgan irsiy kasalliklar, virusli kasalliklar yoki gormonal o'zgarishlar natijasida hosil bo'lishi mumkin. Uchinchi sabablari homilador ayoldagi qon aylanish sistemasidagi o'zgarishlar, ya'ni homiladorning gemoglobinining tushib ketishi, homiladorning qon quyilishi, ya'ni homilador ayoldagi qoni qancha quyuq bo'lsa, homilamizga kislorod yetib kelishi shuncha kamayadi va natijada homilamizning nobud bo'lishiga olib keladi. Keyingi sabablari bu homilador ayolning zararli odatlari, ya'ni spirtli ichimliklar ichishi, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishi yoki hozirgi kunda keng tarqalgan elektron sigaretalardan foydalanish ham homilamizning erta muddatda nobud bo'lishiga olib keladi. Eng so'nggi sabablardan biri bu erkaklardagi irsiy kasallik yoki erkaklardagi mavsumiy kasalliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni shamollash belgilari bo'lsa ham homilamizning nobud bo'lishiga olib keladi. Homilamizni nobud bo'lganini homilador ayolimiz qatdan bilishlari mumkin. Birinchi navbatda homilador ayolning belida, qornining pastki qismlarida kuchli og'riq kuzatilishi mumkin. Keyingi belgilari qin sohasidan jigarrang yoki qonli ajralma kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa, homilador ayoldagi kuzatilayotgan toksikozislari kuchayib ketishi yoki aks holda umuman to'xtab qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Agar sizda shunday belgilar kuzatilsa, birinchi navbatda ultratovush tekshiruviga murojaat qiling va ginekolog maslahatini oling. Foydali ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.